Bugun sizlar bilan teri ostiga inyeksiya qilish texnikasini ko'rib chiqamiz. Teri osti yog' hujayrasi qon tomirlarga boy, yumshoq to'qimadan iborat. Teri ostiga inyeksiyalarni yelkaning tashqi yuzasi, sonning oldingi va tashqi yuzasi, qorinning, kindikning yon va pastki qismlari va kurak osti sohalariga qilishimiz mumkin. Bu sohalarga inyeksiya qilish uchun insulin preparatlari, antikoagulyantlar, ba'zi vitaminlar, vaksinalar va gormonlardan foydalanishimiz mumkin. Moyli eritmalar sekin so'rilishini inobatga olib, ularni ilitilgan holatda yuborish tavsiya etiladi. Agar teri osti yog' hujayralari shishgan yoki avvalgi inyeksiyaning yaxshi so'rilmaganligi natijasida qattiqlashib qolgan bo'lsa, bu sohalarga inyeksiya qilishga ruxsat etilmaydi. Muolajadan oldin qo'llar 6 bosqichda gigiyenik yuviladi va qo'lqoplar kiyiladi. Muolajani bajarishimiz uchun bizga kerak bo'ladi paxta, spirt, dori vositasi, shpris hamda lotoklar. Dastlab paxtali sharikchalarni spirt bilan namlab, steril lotokka solib olamiz. Shprisni ochib tayyorlab olamiz. Qo'limizdagi dori vositasi retseptda yozilgan dori vositasi bilan aynan mos tushishini tekshirib olamiz. Dori ampulasini spirtga namlangan paxta bilan artamiz va mana shu paxta yordamida ochamiz. Dori vositasini shprisga tortib olamiz. Ortiqcha havolarni chiqarib yuboramiz. Bir qo'l qoidasi asosida qopqog'ini kiygizamiz. Bemorga muolaja maqsadi tushuntiriladi va qulay vaziyat yaratiladi. Inyeksiya qilinadigan soha paxtali sharik bilan artilib, qo'limiz yordamida burma hosil qilinadi. Va shpris kesmasini yuqoriga qaratgan holatda 45 gradus burchak ostida inyeksiya qilishni amalga oshiramiz. Hosil qilingan burma qo'yib yuboriladi va dori moddasi yuboriladi. Dori moddasi yuborilgach, inyeksiya sohasiga paxtali sharik qo'yiladi va igna asta-sekinlik bilan chiqarib olinadi va inyeksiya sohasi yengil massaj qilinadi. Ishlatilgan barcha jihozlar A va B konteynerlarga taqsimlanadi. Qo'lqoplar yechiladi.